Prezidenti Vladimir Putin SVOdan qaytgan askarlarni FMS bo'limlaridagi ishlarga olishga o'z rozichilikni bildirdi. Yekaterinburgda mehnat muhojirlariga hujjatlarni rasmiylashtiradigan ikkita tadbirkorni qo'lga olishdi. Piterda mushtlashgan 5 ta mehnat muhojir qo'lga olinishdi. Rossiyada 670 ming mehnat muhojir bez dokument yuribdi. Rasmiy ma'lumot: Sankt-Peterburg va Krasnoyarsk shaharlarida bez dokument turgan mehnat muhojirlarga nisbatan katta reydlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xodimi Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar haqida o'z fikrini bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 28-sentyabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Birinchi yangilik shu yaqin vaqtda Rossiyada migratsion tizimni o'zgarishiga tegishli. Bir necha kun oldin Rossiyaning iqtisodiyot vaziri shu migratsiya sohasida bo'layotgan o'zgarishlar haqida gapirib chiqdi. Uning so'zlari bo'yicha Rossiyada yaqin vaqtda mehnat muhojirlarga ishlab bo'lgandan keyin qaytish majburiyati bo'yniga qo'yiladi. Bu degani "Приехал, отработал, уехал" tizimi yaqin vaqtda Rossiyada qo'llanadi. Eslatib o'taman, bundan oldin O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga kelib, xohlasa ishlashardi, xohlasa o'qishardi, kerak bo'lsa bu yerda nikoh qilib, oila qurib, qolib ketishga ham imkoniyatga ega bo'lishgan edi. Masalan, men ham o'z vaqtimda shu 2007-8-yillarda Rossiyaga kelganman. Birinchi bo'lib u vaqtlari Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi bir ruxsatnoma berishardi, patentga o'xshagan bir hujjat. Shu hujjat asosida men 1 yil ishlaganman. Undan keyin RVP qilganman. RVPdan keyin vид на жительство olib va vaqt soat kelganda Rossiya fuqaroligiga hujjatlarni topshirganman. Va menga o'xshab minglab bizning vatandoshlarimiz Rossiyada o'z hujjatlarini to'g'rilashgan. Va mana endi bu tizim Rossiyada o'zgarmoqda. Bu degani Rossiyaga ishlamoqchi bo'lib kelganlar uchun faqat ishlashga tegishli hujjatlar beriladi. O'z o'rnida Rossiyaga qolmoqchi bo'lganlar uchun bir nechta har xil qiyinchiliklar yaratiladi. Bir tomondan buni bir ijobiy tomoni bor. Bu degani ishlash tizimiga ancha aniqlik kiritiladi. Patentlar atmen bo'ladi. Balki ilgaridek mehnat muhojirlar bemalol Rossiyaga kelisha olmaydi, lekin O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan chiqishdan oldin yangi tizim bo'yicha bu yerda shu ish beruvchisi bilan oldindan shartnoma qilib, har bir kerak bo'lgan hujjatlarga ega bo'lib, xuddi Koreya, Yaponiyadek Rossiyaga kelib ishlashadi. Lekin buni salbiy tomoni ham bor. Hammamiz ko'rib turibmiz, Rossiyada shu har xil elektron